Hammaga salom. Bu videoda sizlar meni New-York Cityga bo'lgan sayohatimni ko'rasizlar. Sayohatimiz ertalab azondan boshlanadi. Shuning uchun ham uydan soat 5:30 da chiqib ketishim kerak edi. Ertalab meni vaqtim bo'lgani uchun vlog olishni uydan boshladim. Soat 6da bo'lsa, boshqa studentlar bilan yig'ilib, birga avtobusda shaharga ketishimiz kerak. Nyu-York shtatida yashasam ham, shahar mendan ancha uzoqda. Shuning uchun ham avtobusdagi yo'l 6 soatli. Ertalabdan hostoylar meni avtobusgacha kuzatib qo'yishdi. Men borganimda уже hamma yetib kelgan ekan va srazu yo'lga chiqib ketdik. Hozir bizda qish bo'lganligi uchun hamma joy qor va juda ham sovuq. Soat 7da quyosh chiqishni boshladi. Va nihoyat soat 12:30da biz o'sha shaharga yetib keldik. Bizni birinchi borgan joyimiz Times Square va bu yerda taxminan 2 soatlar aylanib yurdik. Hali hech kim obed qilmagani uchun o'rtoqlarim bilan birga yo'limizdan birinchi chiqqan restoranga kirdik. Nima uchun New-York City'ni jungli deyishlarini o'zim kelib tushunib yetdim. Chunki bu yerda odamlar va mashinalar haddan tashqari ko'p va binolari juda ham baland. Bu kiyimlar, suvenirlar sotadigan magazin. Bu yerda ozgina rasmlarga, videolarga tushganmiz. Ko'rib turganinglardek, bu Disney magazini va buni ichiga ham kirib ko'rdik. Bu yerda shunaqangi odam ko'p ediki, deyarli hech narsa ko'rinmadi. Lekin хотя бы men bu dekoratsiyani videoga olishga ulgurdim. Menga eng yoqqani mana bu sitsilliklar bo'ldi. Disneydan chiqib, ko'chada yana ozgina aylandik va mana bu joyni bilsanglar, bu yerda Amerikaning katta bayrog'i turadi. Прикиньте, hozir bittasini rasmga olib qo'ydim. Telefonimni begona odamga berish uchun bilmadim darajada. Просто menga telefonni berdi, rasmga olib qo'y dedi. Begona odamga beryapti-da telefonni. Странно очень. Bu yerda bo'lsa, biz Sephoraga kirganmiz.
Keyin peshkom Empire State Buildingga borishni boshladik. Mana bu butun shaharni tepadan ko'rinishi. Empire State Buildingdan chiqib, endi Rockefeller Centerga yo'l oldik. Mana bu o'sha mashhur Uyda yolg'iz filmidagi archa. Odam ko'pligidan hattoki rasmga ham tushish imkoni yo'q. Keyin shu bilan biz Adelga qaytdik va bu vaqtda meni telefonim ham, kameram ham, o'zim ham o'chib bo'lgandim. Adelga juda ham kech yetib kelganimiz uchun hamma borishi bilan uxladi va mana shu joyda meni esimga kelib qoldi. Adeldan hech qanaqa video olishga ulgurmabman. Bizda qor yog'ishni boshladi va men juda ham xursandman, chunki shaharni ham qor bilan, ham qorsiz ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Keyin biz Staten Island Ferryga ketdik. Biz bu yerda kemaga chiqib Statue of Liberty'ni ko'rishimiz kerak edi. Aslida soat 9 da kemaga chiqishimiz kerak edi, lekin kech borganimiz uchun 10dagisiga chiqishimizga to'g'ri keldi. Havo juda ham sovuq, qor yoqqanligi uchun va hamma joy tuman bo'lganligi uchun afsuski haykalni ko'ra olmadik. Keyin men shunchaki kema ichkarisiga kirib o'tirdim va bu yerda sizlar ko'rib turgan odamlar ba'zilar ishlash uchun, ba'zilar o'qish uchun Manhattanga xuddi shu kemada borishadi. Keyin biz Wall Streetni peshkom aylanishni boshladik. Va bilasizlar, Wall Street bu Lower Manhattan'da joylashgan. Mana bu ko'rib turganinglar bo'lsa Trinity Church. Wanna hear a joke? Huh? Wanna hear a joke? What was that? Knock knock. Knock knock. Say who's there. Knock knock. Who's oh, what? I don't know. Well, I will say knock knock and then you'll say who's there. Okay. Knock knock. Who's there? New York City. Oh, okay. Hi. I miss
the video, guys, because I walk in the front. Oh, I lose you. You know, you say that I'm not. Can you take my picture when I see it? Where is it? The shoot is very good. Keep walking. Can you post a picture? I love you. I love you. Bu World Trade Center, ya'ni Dunyo savdo markazi. Keyin hamma avtobusga qaytdi va Nyu-York Cityga bo'lgan sayohatimiz ham tugadi. Lekin bu videoni oxiri emas, chunki biz hali Medieval Timesga bormagandik. Medieval Times bu shunaqa restoranki, qadimiy tarixga asoslanib qurilgan va buni boshqa joylardan ajralib turadigan farqi, siz bu yerda nafaqat ovqatlanasiz, balkim tarixiy shou ko'rishga ham muvaffaq bo'lasiz. Kirishingiz bilan sizga shunaqa korona kiydirib qo'yishar ekan va bu restoranni traditsiyalaridan bittasi. My friends, let's give a mighty cheer for Lord Clarence John. Hip hip! Say hi. Hi to Samantha and Eric. Hi. We're having fun here. Yeah, I had medieval. How shall you to the heroes who He yields. Here the combat ends. Gentle nobles, may I present to you your champion and Lady Eileen, your queen of love and beauty. Shou soat 4larda tugadi va avtobusga chiqib uyga qaytib ketdik. Keyin meni host oilam kelib uyga olib ketishdi. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Hammaga xayr.